Rossiyaga o'qishga kirishi 4-varianti YG bilan. YG nima degani? YGni в основном уже гражданинlar 11-sinf bitiruvchilari topshiradi. Davlat imtihoni YG. YG orqali o'qishga topshirishi yaxshi taraflari bor. Minus taraflari, plus taraflari. Minus tarafi unda onlayn topshirib bo'lmaydi. Живой topshirsa bo'ladi, borib O'zbekistonda, Qozog'istonda yoki Rossiyaning o'zida kelib topshirsa ham bo'ladi, O'zbekistonda topshirsa ham bo'ladi YGni. YGni topshirsangiz agar yaxshi tarafi u YGdan yig'gan ballaringiz 4 yil sizga o'qishga kirishga yordam beradi. Masalan, bittasini pasroq ball olib qo'ysangiz, keyingi yil bittasini boshqadan topshirishga imkon beradi YG. Plus еще byudjetga kirishga imkon beradi YG. YGni yaxshi tarafi yana masalan, kvota bilan, olimpiada bilan topshirsangiz 700 ta universitetga mumkin topshirish. 700 ta universitetga, YGda 1000 dan oshiq universitet bo'lsa, Rossiyada 1000 dan oshiq universitetga topshirish imkoniyati bor va любой xohlagan yo'nalishingizga topshirsangiz bo'ladi. 3 ta imtihon topshirdingiz, bo'ldi. Любойga o'tadi bu. Ya'ni ballingiz baland bo'lishi kerak bo'ldi. Bizda естественно yordamchilarimiz bor, YGni imtihon topshirishga tayyorlaydi. Podkurslardagi tayyorlaydi va YGni topshirganingizdan keyin bu bilan o'qishga kirsangiz bo'ladi. Bu Rossiyaga o'qishga kirishi 4-variant hisoblanadi. Hozirdan уже tayyorlanib boshlasa bo'ladi, dokumentlarni padat qilsa bo'ladi. Hammasini onlayn distansion tomosha qilib, nazorat qilsa bo'ladi. Biz bunga yordam bera olamiz. Обращаться qilinglar, topshirib kirgizib beramiz.